Bugungi mavzu ko'pchilik pensionerlar uchun juda muhim. SSSR davrida institut, texnikum, bilim yurti yoki boshqa kunduzgi ta'lim muassasasida o'qigan odamlarning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Eng muhim joyi shuki, ko'p pensionerlar o'qigan yillari pensiya stajiga kiritilmaganini bilmaydi. Natijada odam yillar davomida kamroq pensiya olib kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki u sizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda amaliy foydasi bor ma'lumotlarni berib boraman. Men masalani sodda qilib tushuntiraman. SSSR davrida ko'plab fuqarolar maktabdan keyin texnikumda, institutda, pedagogika bilim yurtida, tibbiyot bilim yurtida, qishloq xo'jaligi institutida, politexnika institutida yoki boshqa o'quv yurtlarida kunduzgi shaklida o'qigan. O'sha paytda bunday o'qish ko'pincha mehnat faoliyatiga tayyorgarlik sifatida qaralgan. Ayrim qonuniy tartiblarda kunduzgi ta'lim davri umumiy mehnat stajiga qo'shilishi mumkin bo'lgan. Lekin amaliyotda katta muammo bor. Pensiya tayinlanayotgan paytda hamma hujjat to'liq tekshirilmagan. Ba'zi odamlar diplomini olib bormagan. Ba'zilarining mehnat daftarchasida o'qish davri yozilmagan. Ba'zilarining arxiv hujjatlari yo'qolgan. Ba'zilariga esa o'qish stajiga kirmaydi deb noto'g'ri tushuntirilgan. Natijada odamning haqiqiy staji 30 yil bo'lsa, pensiya hisobida 25 yoki 26 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Endi syurpriz deganda nimani nazarda tutyapmiz? Syurpriz shundaki, SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan ayrim pensionerlar hujjatlarini qayta ko'rib chiqtirsa, o'qigan yillari stajga qo'shilishi. Pensiya miqdori qayta hisoblanishi yoki kamida pensiya ishida xatolik bor yo'qligi aniqlanishi mumkin. Bu hamma uchun bir xil natija beradi deb aytib bo'lmaydi. Lekin tekshirib ko'rishga arziydigan toifa juda katta. Oldin pensiya tayinlashda ko'p ish qog'oz asosida yuritilgan. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Agar mehnat daftarchasida 1970 yildan 1970 yilgacha Toshkent Politexnika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan degan. Yozuv bo'lmasa, ayrim xodimlar bu davrni hisobga olmagan. Pensioner esa ko'pincha bahslashmagan. Chunki u qonunni bilmagan, davlat idorasi aytdimi, demak shunday deb o'ylagan. Hozir esa vaziyat boshqacha. Elektron bazalar, arxiv so'rovlar, qayta hisoblash arizalari, diplom va ma'lumotnomalar orqali eski davrlarni aniqlash imkoniyati ko'paydi. Eng asosiysi, pensioner o'z pensiya ishini tekshirtirish huquqiga ega. Ya'ni siz menga pensiya tayinlab bo'lishgan. Endi kech deb o'ylamasligingiz kerak. Agar hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan davrlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Men bu yerda bitta narsani aniq aytaman, har bir mamlakatda. Hatto bir xil tarixiy davr bo'lsa ham pensiya qonunchiligi farq qiladi. Shuning uchun kimdir O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa, mahalliy pensiya jamg'armasi yoki vakolatli organga murojaat qiladi. Kimdir Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatda pensiya olayotgan bo'lsa, o'sha davlatning pensiya organiga murojaat qiladi. Lekin umumiy tamoyil bitta. SSSR davridagi kunduzgi o'qish yillari hujjat bilan tasdiqlansa, pensiya stajiga ta'sir qilishi ehtimoli bor va buni tekshirish kerak. Birinchi navbatda 1910 yillarda tug'ilgan va hozir pensiyada bo'lgan fuqarolar o'z hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Ayniqsa siz maktabdan keyin darhol kunduzgi o'qishga kirgan bo'lsangiz, keyin esa ishga joylashgan bo'lsangiz, bu davr pensiya ishida aks etganmi, yo'qmi? Albatta ko'ring. Masalan, bir ayol 1926 yilda maktabni bitirgan. 1926-1930 yillarda pedagogika institutida kunduzgi bo'limda o'qigan. 1930 yildan maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Pensiya tayinlanganda uning mehnat daftarchasida faqat 1930 yildan boshlab ish yozilgan. Diplom nusxasi pensiya ishiga kiritilmagan. Natijada 4 yil o'qish davri hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Agar qonuniy asos bo'lsa va hujjatlar tasdiqlansa, bu 4 yil umumiy stajga qo'shilishi mumkin. 4 yil oddiy raqam emas. Ba'zan aynan shu 4 yil pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Qo'shimcha foiz beradi yoki staj yetishmasligi muammosini yopadi. Ikkinchi toifa texnikum va bilim yurtlarida o'qiganlar. Ko'pchilik faqat institut hisobga olinadi, texnikum hisobga olinmaydi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. SSSR davridagi o'rta maxsus ta'lim muassasalari, masalan, tibbiyot bilim yurti, pedagogika bilim yurti,
qurilish texnikumi, temir yo'l texnikumi, aloqa texnikumi kabi o'quv yurtlari ham muhim bo'lishi mumkin. Muhim shartlardan biri odatda ta'limning kunduzgi shaqda bo'lganini tasdiqlashdir. Agar siz kechki yoki sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, vaziyat boshqacha baholanishi mumkin. Uchinchi toifa pensiyaga chiqqanda staji yetarli bo'lmagan yoki minimal pensiya tayinlanganlar. Masalan, erkak kishi 24 yil rasmiy staj bilan pensiyaga chiqqan, lekin aslida 3 yil texnikumda kunduzgi o'qigan. Agar bu 3 yil qo'shilsa, uning umumiy staji 27 yil bo'ladi. Bu ayrim holatlarda pensiya hisobiga ijobiy ta'sir qiladi. Yoki ayol kishi 12 yil staj bilan pensiya olayotgan bo'lsa, 4 yil kunduzgi institut davri qo'shilsa 22 yil bo'ladi. Natija har doim bir xil bo'lmasa ham tekshirish shart. 4-toifa. Mehnat daftarchasida bo'shliq borlar. Masalan, daftarchada 1973 yil maktabni tugatgan, keyingi yozib 1978 yil zavodga ishga kirgan. O'rtada 5 yil bo'sh. Shu 5 yil davomida odam institutda o'qigan bo'lishi mumkin. Pensiya organi buni avtomatik bilmaydi. Agar siz diplom, arxiv ma'lumotnomasi yoki o'quv muassasasi tasdig'ini olib bormasangiz, bu davr ko'rinmay qoladi. Agar pensiya tayinlangan paytda siz diplomingizni, arxiv ma'lumotnomangizni topshirgan bo'lsangiz va pensiya ishda o'qish davri aniq ko'rsatilgan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir men bitta narsani tavsiya qilaman. Pensiya ishidan staj hisob kitobini ko'rib oling. Chunki hujjat topshirilgan bo'lsa ham, u to'g'ri qo'llanganmi? Davr to'liq kiritilganmi? Sanalar xato yozilmaganmi? Buni tekshirish kerak. Agar siz sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va o'sha paytda parallel ravishda ishlagan bo'lsangiz, o'qish alohida staj sifatida qo'shilmasligi mumkin. Chunki sizning stajingiz ish joyi orqali allaqachon ketgan. Masalan, kishi 1997 yillarda sirtqi institutda o'qigan, shu yillarda kolxozda agronom yordamchisi bo'lib ishlagan. Bu holatda pensiya stajiga ish davri kiradi. O'qish davrini yana ustiga qo'shib 2 marta hisoblatib bo'lmaydi. Agar o'qish mustaqillikdan keyingi davrga to'g'ri kelsa, albatta alohida qoidalar qo'llanadi. Bugungi mavzu aynan SSR davrida olingan ta'lim va eski staj tartiblari bilan bog'liq. Shuning uchun har bir davrga alohida qarash kerak. Birinchi misol. Nodira opa 1972 yilda tug'ilgan. 1975 yilda maktabni bitirgan. 1975-1979 yillarda Samarqanddagi pedagogika institutida kunduzgi ta'lim olgan. 1979 yildan 2013 yilgacha maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga 34 yil ish staji hisoblangan. Lekin aslida 4 yil institut davri alohida ko'rib chiqilmagan. Agar qonunchilik bo'yicha bu davr qo'shilishi mumkin bo'lsa, umumiy staj 38 yil bo'lishi ehtimoli bor. Bu pensiya miqdorini oshirishi mumkin. Ayniqsa stajga qarab qo'shimcha hisoblanadigan holatlar mavjud bo'lsa. Ikkinchi misol. Karim aka 1975 yilda tug'ilgan. 1972-1974 yillarda qurilish texnikumida kunduzgi bo'limda o'qigan. 1974 yilda armiyaga ketgan. 1976 yildan zavodda ishlagan. Pensiya tayinlanganda armiya davri kiritilgan, zavoddagi ish kiritilgan, lekin texnikum davri qolib ketgan. Sababi oddiy, mehnat daftarchasida texnikum haqida yozuv yo'q. Diplom esa uyda sandiqda yotgan. Karim aka diplom pensiyaga nima aloqasi bor deb o'ylagan. Aslida aloqasi bo'lishi mumkin. 3 yil texnikum davri hisobga olinsa umumiyda o'zgaradi. Uchinchi misol. Malik opa tibbiyot bilim yurtida 1972-1971 yillarda kunduzgi o'qigan. Keyin hamshira bo'lib ishlagan. Pensiyaga chiqqanda unga minimalga yaqin pensiya tayinlangan. U pensiya organiga faqat mehnat daftarchasini topshirgan. Diplom nusxasini bermagan. Keyin farzandlari hujjatlarni ko'rib, diplomni topgan va arxiv ma'lumotnomasi so'ragan. Shunday vaziyatda qayta hisoblash uchun ariza berish mumkin. Natija albatta hujjatlarning to'liqligi va amaldagi tartibga bog'liq. Lekin imkoniyatni boy bermaslik kerak. 4-misol. Sobir aka 1995 yillarda institutda sirtqi o'qigan. Shu davrda to'liq stavkada zavodda ishlagan. U men ham o'qiganman. Menga 5 yil qo'shib beringlar deyishi mumkin. Lekin bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Agar o'sha 5 yil allaqachon ish staji kiritilgan bo'lsa, o'qish davri yana alohida qo'shilmaydi. Pensiya hisobida bir davr odatda 2 marta hisoblanmaydi. Shuning uchun kunduzgi sirtqi, kechki shaxni farqlash juda muhim. Eng birinchi nozik joy. Hujjatda kunduzgi degan ma'lumot bo'lishi kerak. Diplomda har doim ham ta'lim shaxli yozilmaydi.
Ba'zi eski diplomlarda faqat mutaxassislik va o'quv muassasasi ko'rsatilgan bo'ladi. Bunday holatda arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ma'lumotnomada falonchi falon yildan falon yilgacha kunduzgi bo'lim talabasi bo'lgan deb aniq yozilishi kerak. Ikkinchi nozik joy o'qishning boshlanish va tugash sanalari. Ko'pchilik men 1970 dan 1960 gacha o'qidim deydi. Lekin pensiya hisobida oy va kun ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, o'qishga qabul qilingan sana 1975 yil 1 sentabr, bitirgan sana 1970 yil 30 iyun. Demak, hisob kitobda aynan shu davr olinadi. Agar arxiv faqat yillarni yozsa, qo'shimcha aniqlik so'ralishi mumkin. Uchinchi nozik joy o'qishdan oldin yoki keyin ish bo'lmagan masalasi. Ayrim tartiblarda ta'lim davrini stajga qo'shish uchun odamning o'qishdan oldin yoki keyin mehnat faoliyati bo'lgani ahamiyatli bo'lishi mumkin. Masalan, maktabdan keyin institut, keyin darhol ish. Bu odatda mantiqan tushunarli zanjir. Lekin odam o'qigan, keyin uzoq vaqt ishlamagan berishi bo'lsa, pensiya shuning uchun butun mehnat yo'lingizni hujjatlar bilan tartibga keltirish kerak. 4-chi nozik joy o'quv muassasa nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, avval Toshkent xalq xo'jaligi instituti bo'lgan, keyin universitetga aylangan yoki texnikum kollejga, keyin boshqa tashkilotga qo'shilgan. Siz bugungi nom bilan qidirsangiz, arxiv topilmasligi mumkin. Eski diplomdagi aniq nomni yozish kerak. Agar muassasa tugatilgan bo'lsa, hujjatlar davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. 5-nozik joy. Hujjatlardagi ism familiya farqi. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'ladi. Diplom qizlik familiyada, pasport hozirgi familiyada. Bunday holatda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar bu hujjat bo'lmasa, pensiya organi diplom aynan sizniki ekanini tasdiqlashda qiynaladi. 6-nozik joy. Arxiv ma'lumotnomasi sifati. Ba'zi ma'lumotnomalarda umumiy gap yoziladi. Haqiqatan ham o'qigan, bu yetmasligi mumkin. Sizga aniq ma'lumot kerak, qabul buyrug'i raqami, o'qish davri, bo'lim shakli, chiqarilgan yoki bitirganligi. Diplom raqami. Qanchalik aniq bo'lsa, shunchalik yaxshi. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda barcha hujjatlarni yig'ing. Diplom ilovasi, o'quv muassasasidan berilgan eski ma'lumotnomalar, talabalik bileti, yo'llanma, ishga taqsimlash hujjati, mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjatlarni bir joyga qo'ying. Eski hujjatlarni tashlab yubormang. Ba'zan bitta sarg'aygan qog'oz butun stajni isbotlab beradi. Ikkinchi qadam, pensiya ishida nimalar hisobga olinganini bilib oling. Buning uchun o'zingiz pensiya olayotgan vakolatli organga murojaat qilib, pensiya tayinlashda hisobga olingan staj davrlari bilan tanishishni so'rashingiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, mening pensiyam qaysi yillar asosida hisoblangan, o'qish davrim kiritilganmi deb so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Imkon bo'lsa yozma javob oling. 3-qadam, agar o'qish davri kiritilmagan bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi oling. Avval diplomda ko'rsatilgan o'quv muassasasiga murojaat qiling. Agar u muassasa hozir boshqa nomda faoliyat yuritsa, huquqiy vorisini toping. Agar muassasa yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda shunday yozing: men falon yildan falon yilgacha falon o'quv muassasasining kunduzgi bo'limida o'qiganimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Ma'lumotnomada qabul qilingan sana, bitirgan sana, ta'lim shakli, buyruq raqamlari va diplom ma'lumotlari ko'rsatilishini so'rayman. 4-qadam, pensiyani qayta hisoblash uchun ariza yozing. Arizada murakkab yuridik so'zlar shart emas. Taxminan shunday mazmunda yoziladi: mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni, SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan davrimni stajga ketish masalasini ko'rib berishingizni so'rayman. Ilova qilinadi. Diplom nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi nusxasi, pasport nusxasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. Albatta, arizani topshirganda qabul qilingan sanasi va ro'yxat raqamini oling. 5-qadam, javobni kuting va tekshiring. Agar sizga ijobiy javob berilsa, yangi hisob kitob qanday qilinganini so'rang. Pensiya qancha oshdi? Qaysi sanadan qo'llanadi? Oldingi davr uchun to'lov bo'ladimi, yo'qmi? Bularni aniqlashtiring. Agar rad javobi berilsa, rad etish sababi yozma bo'lishi kerak. Mumkin emas degan og'zaki gap yetarli emas. Yozma
rad javobida qaysi norma asosida rad etilgani ko'rsatilishi kerak. 6-qadam rad javobini mutaxassisga ko'rsating. Ba'zan rad etish to'g'ri bo'ladi. Chunki qonuniy asos yo'q, lekin ba'zan hujjat yetishmagani yoki xodim masalani noto'g'ri talqin qilgani uchun rad etiladi. Shuning uchun yurist pensiya masalalari bo'yicha mutaxassis yoki yuqori turuvchi organga murojaat qilish foydali bo'lishi mumkin. Men yana bir ogohlantirish bermoqchiman. İnternetda SSSR'da o'qiganlarning hammasiga avtomatik pul qo'shiladi. Hamma pensionerga falon summa beriladi. Faqat pasport bilan boring, darhol o'shadi degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasida hamma narsa hujjatga, davrga, ta'lim shaxliga, amaldagi qonunchilikka va sizning pensiya hisobingizga bog'liq. Ikkinchi aldanish, qo'shnimga qo'shib berishdi, demak menga ham berishadi degan fikr. Qo'shningiz kunduzgi institutda o'qigan bo'lishi mumkin. Siz sirtqi o'qigan bo'lishingiz mumkin. Qo'shningizning pensiya ishida 4 yil yetishmayotgan bo'lgan, sizda esa o'sha davr ish staji bilan allaqachon hisoblangan bo'lishi mumkin. Har bir ish alohida tekshiriladi. 3-aldanish. Hujjat yo'q, demak imkon yo'q deyish. Hujjat yo'qolgan bo'lsa ham arxiv bo'lishi mumkin. O'quv muassasasi hujjatlari shahar arxivida, viloyat arxivida yoki ta'lim vazirligi tizimidagi arxivda saqlanishi mumkin. Ba'zan diplom nusxasi yetarli bo'ladi. Ba'zan esa qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinadi. Qidirish kerak. 4-aldanish, men pensiyaga 10 yil oldin chiqqanman, endi kech degan gap. Pensiya ishidagi xatolik yoki hisobga olinmagan hujjat keyin ham ko'rib chiqilishi mumkin. To'lovning qaysi sanadan qayta hisoblanishi alohida masala, lekin ariza berish huquqi bor. Eng katta xato umuman murojaat qilmaslik. Demak, SSSR davrida kunduzgi ta'lim olgan pensionerlar uchun haqiqatan ham muhim imkoniyat bor. O'qish yillari pensiya stajiga kiritilganmi yoki yo'qmi? Buni tekshirtirish kerak. Bu ayniqsa institut, texnikum, tibbiyot yoki pedagogika bilim yurtida kunduzgi o'qigan, pensiya tayinlanganda diplom topshirmagan, mehnat daftarchasida bo'shliq bo'lgan, minimal yoki past pensiya olayotgan fuqarolar uchun juda dolzarb. Men sizga tavsiyamni aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, diplomingizni toping, pensiya ishingizdagi staj hisobini tekshirtiring. Kerak bo'lsa arxiv ma'lumotnomasi oling va qayta hisoblash uchun yozma ariza bering. Natija har kimda har xil bo'lishi mumkin. Lekin tekshirmasangiz imkoniyat bor yo'qligini hech qachon bilmaysiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida o'qigan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi o'quv yurtida kunduzgimi yoki sirtqimi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri maslahat odamning yillar davomida olishi kerak bo'lgan haqqini tiklashga yordam beradi.